Hurmatli arkadaşlar, bugünkü hikayemiz Padişah bilen Cümle. Burunqi zamonda bir padişah o'tibdikan. Bu padişah o'zini dunyoda meningdek aql farosatlik va so'zman odam yo'q deb o'ylaydi ekan. Kunlarning birida u bir qism lashkarlari bilan shikarga chiqmoqchi bo'pti. Qurtqonquz Cümlelarga odam avatib, 10 kungacha sirtqa chiqmasin. Agar sirtga chiqsa, otlarimizning oyog'i ostida dasilib o'lib ketadi deb xabar qilibdi. Bu xabarni Cümlelar anglab, padişahni bir kun mehmon qilib, andin yo'lga silib qo'ymoqchi bo'lishibdi. Padişah Cümlelarning yo'l to'sib turganligini ko'rib, "Bu nima gap?" deb Cümlelar podshohidan so'rabdi. "Podshohi olam, janoblarini huzurimizda bir kun qo'nib mehmon bo'lib ketamdikin deb oldinlarga chiqqan edik" deb javob beribdi Cümle podshohi. Padişah hayron bo'lib, "Ey ahmoq, biz qo'narmiz, shuncha odam bilan uloqlarning yemak ichmakini o'ylab boqmadingmi?" deb zangli qilib kulibdi. "O'yladim, amgikimiz bilan bayoshat mehmon qila olamiz, podshohi olam" debdi Cümle podshohi. Bu javobni anglagan podshoh, "Rizqinglarni Xudoyim beradi degan bo'lsang, meni yengam bo'lading. Shuncha odam va uloqlarning yemak ichmakiga amgikang bilan javob qila olganingni ko'rarmiz" deb bir kun mehmon bo'lib ketishga ma'qul bo'pti. Shundan keyin Cümle podshohi mehmonlarni tikib tayyorlab qo'ygan chidar bargohiga taklif qilibdi. Cümle podshohi har bir Cümlening bugungi mehmonlarga atab bir taldan nonning uviqi, bir taldan sulu, bir taldan yovi bita ilib kelishni buyuribdi. Cümlelar bu topshiriqni bir damda o'rindab bo'pti. Non, bida, sulularni yig'ib, dova qilib o'tibdi. Bu yig'ilgan narsalarni lashkar va at uloqlar bir kun yeb aran yerimlashtiribdi. Podshoh buni ko'rib hayron qolibdi. O'zining yengilganligini yushirish uchun Cümlelar podshohiga savol qo'yib yangmoqchi bo'pti. U Cümle podshohini chaqirib, "Hey Cümle, sening beshing nimancha yo'g'on?" deb so'rabdi. "Beshimda aql to'la" deb javob beribdi Cümle. "Bilang nimancha inchika? Cho'ng ishlarga bilimni mahkam bog'layman." "Undaq bo'lsa, quyruq tarping nimancha yo'g'on? Kuch-quvvatim jiq." Podshoh bu javoblardan qoyil bo'lib, yana boshqa savol topib berolmabdi. Shu xijolatchilikda shikar g'umi chiqmay o'z shahriga qaytib ketibdi. Uyg'ur xalq cho'chaklari.